Ufq trilogiyasi Said Ahmad qalamiga mansub 1964-1974-yillar oralig'ida yozilgan. Trilogiya ilk marotaba 1976-yilda G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti tomonidan nashr etilgan. Trilogiya Ikkinchi jahon urushi, urush va urushdan keyingi yillardagi o'zbek millati hayoti va Katta Farg'ona kanali qazilgan davrdagi voqealarni o'z ichiga qamrab olgan. Roman trilogiyada yozuvchi Ikkinchi jahon urushining olovli yillarida o'zbek dehqonlarining front orqasida ko'rsatilgan mehnat qahramonliklarini haqida hikoya qiladi. Urushdan oldingi va keyingi davr muammolari haqida fikr yuritadi. Romanda davrga xos qiyinchiliklar, mashaqqatlar ichida urush va mehnat frontiga safarbar qilingan yoshlar Azizxon va Lutfinsa, Nizomiddin va Dildor, Tursunboy va Zebixon kabi tutashgan taqdirlar hayotidagi fojialar tasvirlangan. Qiyinchiliklardan keyingi qahramonlarning yana sevgiga va sadoqatga ro'baro bo'lishi, birinchi muhabbat, davr va sinovlari qa'riga singib ketishi, ko'rish jonli tasvirlar orqali tarixiy va ma'lumotlar bilan tanishish, ezilgan xalqning hayoti, mashaqqatlarini tushunishi mumkin. Roman o'zida jiddiy fikr va falsafiy muzokaralarga, yangilanishlarga odatlangan zamonaviy o'zgarishlarni ko'rsatadi. Qiyinchiliklardan keyingi qahramonlarning yana sevgiga, sadoqatiga ro'baro bo'lishi, birinchi muhabbat davri va sinovlar qa'riga singib ketishiga ko'rish jonli tasvirlar orqali tarixiy va ma'lumotlar bilan tanishish yozilgan. Xalqning hayoti, mashaqqatlari tushunishi mumkin. Roman o'zida jiddiy fikr va falsafiy muzokaralar, milliy va uning asosiy omillari, jamiyatning yangilanishiga odatlangan zamonaviy o'zgarishlar ko'rsatadi. Asar boshqaruvchisi tashqi qo'rg'oshinlarga, oilaviy muammolarga, jamiyatning tabiiy va ijtimoiy muhitda yuzaga keladigan muammolariga ega. Said Ahmad Ufq romanda yaratilgan odamlar, ularning o'zaro munosabatlari, yagona inson yo'li va maqsad yo'llarini e'tibor qilinadi. Ahamiyat va boshqalar bilan o'rtasidagi muloqotlar aks ettiriladi. Ufq romanning asari ustida tafakkur qilish, u asosida yaratilgan g'oyalar, muammolar o'z mantiqiy yechimlarini topish o'zbek milliy adabiyotining o'rni va ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Iste'dodli yozuvchi Said Ahmadning ushbu Ufq trilogiyasi yozuvchi ijodidagi yangi janrga bo'lib qolmay, balki o'zbek adabiyoti ham yangi janr hisoblanadi. Ijodning eng sermazmun davrida yozgan ushbu roman trilogiyasi Said Ahmadning Ikkinchi jahon urushining shiddatli yo'llarida o'zbek dehqonlarining front orqasida ko'rsatilgan mehnat qahramonliklari haqida hikoya qilinadi va urushdan oldingi keyingi davr muammolari haqida bahs yuritiladi. Qiyinchiliklardan keyin qahramonlar yana sevgiga, sadoqatga ro'baro bo'lishadi, ammo birinchi muhabbat, davr va sinovlar qa'riga singib ketadi. Siz mutolaa davomida nafaqat jonli tasvirlar orqali tarixiy ma'lumotlar bilan tanishasiz, balki hayot mashaqqatlarida saboq chiqarishga, insoniylik va muhabbat aynan qiyinchiliklar ta'sirida toblanishiga amin bo'lasiz.